bir ayol to'g'risida 22-23 yosh shu Saudiya Arabistonda bo'lgan, fohisha bo'lgan, yomon yo'lda bo'lgan. Bunga sabab ota-onasi bo'lgan. Xullas, bitta bolani otib qo'yib, qamoqqa tushib, qamoqqa borgan. Tavba haqida, ya'niki u tavba qilib nima bo'lgan? Bugun sizlarga Saudiya Arabistonda bo'lib o'tgan voqea to'g'risida aytib beraman. Bir fohisha ayol to'g'risida. Bu tavba qilingan, lekin tavba qilgan bo'lsa ham kallasi olingan, kallasi chopilgan. Nima sabab kallasi chopilgan? Nima uchun u tavba qilsa ham bu holatga tushdi? U to'g'risida gaplashamiz. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bir shayxlarni da'vatida bir voqeani eshitgan edim. O'zimga ham qattiq ta'sir qilgan edi. Shuni ham sizlarga aytib bergim keldi. Bu voqea shu Arabistonda bo'lib o'tgan. Bir qiz bo'lgan, 22-23 yosh atrofida. Afsuski, buzuq qiz bo'lgan. Fahsh yo'liga, zino yo'liga yurib qo'ygan qizlardan biri bo'lgan. Bu yo'lga yurishiga sabab ota-onasi sabab bo'lgan. Chunki otasi ichadigan, nasha chakadigan, shunaqa bo'lgan. Onasi ham shu qizga o'xshagan, yomon yo'lga yurgan, fohisha ayol bo'lgan. Bu qiz bir kun 4-5 yigitlar bilan bir dachada, ya'ni bu yerda arabchada istiroha deyiladi, o'zimizda esa dacha deyiladi. Dachada bolalar bilan ichishib, aroq ichib o'tirishgan bo'lgan. Bolalardan biri kayf ustida, o'zi aslida bu qiz ham o'zi ichadigan bo'lgan, lekin bu safar bu hali beri aroq ichmasdan turib, bittasi mos holatda aytadi. Palonchi deydi. Ya'ni bu qizning ismini aytib. Men seni onang bilan yotganman deydi. Ya'ni onang bilan zino qilganman deydi. Bu qiz shunday turatda achchig'i kelib, bu har doim ular bilan shu dachaga chiqib yuradigan bo'lgan. Bu Arabistonlarda bundan 10 yil, 15 yil oldin qurol bo'lishi, oddiy xalqda qurol bo'lishi oddiy narsa bo'lgan. Bitta qurol bo'lgan, kelib turib shunday qurolni olib kelib gapirgan bolaga o'qni uzgan, otib tashlagan. Otib tashlaganki, hamma o'qni unga qaratib bo'shatib yuborgan. Keyin hammasi qochib ketishgan. U qiz ham qo'qqisdan otgandan keyin uni o'ldirib qo'yganini ko'rib, shunday joyda o'tirib qolgan. O'tirib qolgan, keyin militsiyalar kelgan, ushlab olib ketishgan. Bu qiz endi hikoyani o'sha qamoqxonadagi militsiya xotin aytadi. Bu qiz keldi militsiyaxonaga, kirdi, xonaga olib kirdik. Boshqa ayollar yuribdi. Ba'zi ayollar ko'rdi, yerga ingishyapti, yerga boshini qo'yishyapti. Bu qiz bular nima qilishyapti dedi. Deb so'ragan militsiya ayoldan. Militsiya ayol bunga qarab, "Sen musulmon emasmisan?" degan. "Nimaga desa, bular namoz o'qiyapti" degan. "Qanday?" degan. Ya'ni 22-23 ga kirgungacha biror marta namoz o'qiganini ko'rmagan. Shu Arabistonda bo'lib, tasavvur qiling, Arabistonda bo'lib, otasi alkash, ona fohisha, bu qiz hatto maktabga bormagan bo'lgan. Hech narsadan xabari bo'lmagan. Shu balog'atga yetgandan keyin shu yomon yo'lga kirib ketgan bo'lgan. Aytgan, "Sen namoz o'qishni bilmaysan" degan. "Yo'q, bilmayman" degan. Bu ayol bunga namoz o'qishni o'rgatish boshlagan. Iymon, islom nima, hamma narsa o'rgatgan. Bu shunday subhanalloh, Alloh taolo hidoyat berib 180 gradusga o'zgargan. O'zgarib, faqat o'zi namozxon bo'lib, ya'ni solih amallar qilish emas, boshqa ayollarni ham da'vat qiluvchi bo'lib qolgan. Bu ayol aytadi, shu militsiya ayol keyin. Bundan keyin da'vatchi bo'lib ketdi deydi. Kim qaysi bir ayol fohishalik bilan kelsa yoki o'g'illik bilan kelsa, o'tirib uni da'vat qilar, islomga chaqirar va hokazo. Shuna bo'lib, qamoqxonada qo'lidan kelgancha kimi ko'rsa borib da'vat qilib, basa yaxshi tomonga o'zgarib ketdi. Bir kun shu ayol aytadi, hamma kechqurun hamma joyda svetlar o'chik,
bitta xonani sveti yoniq edi. Borib qarasam, kechqurun yarim kechada namoz o'qiyotganmish, qattiq duo qilib, ko'rib ta'sirlanib o'tib ketdim deydi. Kunlar o'tdi. Qaror chiqdi. Qasos. Bu endi Arabistonda birovni qasddan o'ldirgan bo'lsa, undan qasos olinadi. Ya'ni qanday o'ldirgan bo'lsa, ya'ni kallasi olinadi. Bu qizga, ya'ni bu tavba qilgan ayolga qasos hukmi chiqqan bo'ladi. Buni mayor, ya'ni o'sha ya'ni qamoqxonaning mas'uli mayor bu qarorni bir joyga qo'yib qo'yadi. Chunki bular ijroni qiluvchilar shular. Lekin bu ko'radiki, bu ayolni qasosini kechishtiraylik deydi. Nimaga? Chunki bu manfaat qilyapti. Ya'ni foyda keltiryapti. Noto'g'ri, ya'ni ashi buzilgan ayollar kelsa, o'g'irlik bilan kelgan ayollar bo'lsa, shular da'vat qilib to'g'rilayapti. Shundan foydalaning deb turib, bu qarorni keyinga qoldirib qo'yadi. Ya'ni bu, ya'ni hukmni hozir qilmay turamiz, qoldirib turamiz, imkon qadar uzoq muddatga deydi. Bir necha kunlar o'tadi. Bir kun bu ayol to'polon qiladi. Men ashi katta mayor bilan ko'rishmoqchiman deydi. Bu mayor boradi. Bu ayol bilan, "Ha, nima bo'lyapti? Nimaga men bilan ko'rishmoqchisan?" desa, aytadi, menga hukm chiqdimi? Ya'ni ya'ni qasos qilinishlikka hukm chiqdimi deydi. Bu mayor aytadi, "Senga nima?" deydi. "Alloh nomi bilan so'rayman. Meni haqqimga hukm chiqdimi?" deydi. 3 martalab so'raydi. Shunday g'aladonni ochib turib, qog'oz chiqarib oldiga qo'yadi. "Ha, qaror chiqdi" deydi. "Agar qaror chiqqan bo'lsa, meni qoldirmasdan hukm qilinglar" deydi. "Nimaga?" "Men 3 kundan beri tushimda jannatdagi joyimni ko'ryapman" deydi. "Bu dunyoda qo'yim yo'q" deydi. "Bo'pti" deydi. Aytadi, "Men sizdan, mayor janob, sizdan ikkita iltimosim bor" deydi. "Nima u?" deydi. Aytadi, "Birinchisi, men sendan qiyomat kuni yoqangdan ushlayman. Agar shu holatga e'tibor bermasang." "Nima holat?" "Men o'ladigan paytimda, o'lishimdan ham oldin, o'lganimdan keyin meni jismim birorta joyini hech nomahram erkaklar ko'rmasin" deydi. Ya'ni meni o'ldirsanglar, tez meni yopib, tez dafn qilinglar. Birorta erkak ko'rmasin deydi. "Bo'ldi, buni qilamiz" dedi. Ikkinchi shart esa, jallod kelib meni kallam olmoqchi bo'lgan paytda, kallam chopmoqchi bo'lgan paytda menga xabar qilasiz, aytasiz, men bir ozgina duo qilaman deydi. "Bo'pti" deydi. Qasos vaqti keladi, olib boriladi. Bu ayolda o'sha maydonda tushirilib, hukm ijro qilinish boshlanadi. Shunda haligi mayor o'sha jallod, ya'ni kelganda, yaqinlashganda bu qizga aytadi. "Jallod yaqinlashdi" deydi. Keyin bu qiz qattiq qalbidan mahzun bo'lgan holatda qo'lini ko'tarib duo qilishni boshlaydi. Nima deb duo qilishni boshlaydi? Ota-onasini qarg'ab, ota-onasini qarshisiga duo qilishni boshlaydi. Nimaga? Bu qizni shu holatiga, shu botqonlikka tushishiga shu ota-onasi sabab bo'lgan. Bu qizni namozni bilmaslikka ota-ona sabab bo'lgan. Bu qizni shu fahsh yo'lga yurishlikka ota-ona sabab bo'lgan. Bu qizni ozgina bo'lsa ham dinni o'rgatmagan shu ota-onasi bo'lgan. Ota-onasining qarshiga qattiq duolar qiladi. Keyin buniga hukm joriy qilinadi. Kallasi chopiladi. Chopilishi bilan yopib olib ketishadi. Bu yerda voqea tugamaydi. Bu mayor aytadi, buni nimasi, ya'ni hukmi joriy bo'lgandan keyin qarindoshlarimga aytdim, ya'ni ayol qarindoshlarimga aytdim, borib buni, ya'ni oxirigacha sizlar turinglar dedim deydi. O'ldi, ya'ni kallasi olinib nima qilingandan keyin o'lik yuviladigan joyga olib borilganda bari da'vatchi ayollar, shu Arabistondagi bo'lgan da'vatchi ayollar, qoriyalar,
shu dinga da'vat qiladigan ayollar to'planib ketgan bo'ladi. Va men yuvaman deb turib talash bo'ladi. Nimaga? Bu ayol shunaqa tavba qilganligini hamma eshitgan bo'ladi. Va ular orasida qur'a qilib bu ayolni yuvib keyin dafn qilinadi. Birodar, singlim, opalarim, akalarim, ukalarim, agar shuna botqoda yurgan bo'lsangiz, tavba qiling. Agar bolalaringizga e'tibor bermayotgan bo'lsangiz, e'tibor bering. Bolalaringizga dinni o'rgatmayotgan bo'lsangiz, o'rgating. Bolalaringiz telefonda nima ko'ryapti? Borib nima eshityapti? Nima o'qiyapti? E'tibor bering. Chunki siz ulardan mas'ulsiz. Kimdir shu botqoda, zinoda, fahshda yurgan bo'lsa, tavba qilsin. Mana shu ayolni boshga tushgan holat tushmasin. Tavba eshigi ochiq. To quyosh g'arb tomonidan chiqqungacha tavba eshigi ochiq. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Afala yatubuna ilallohi va yastaghfiruna vallohu g'afurur rahim." Allohga tavba qilmaydilarmi? Alloh g'afur, kechiruvchi, rahmdil zotdir. Tavba qilinglar. Xususan shu muborak Ramazon kunlari tavba qilishlikka eng katta fursat. Alloh barchamizni tavba qiluvchilardan qilsin. Gunohlarimizni kechirsin va o'ziga qaytishlikni nasib qilsin. Allohumma amin.